Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kona izlab yurganlar uchun juda ham zo'r narxda, arzon narxda konamiz kelib qoldi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. 2019-yil atiga 164 ming yurgan 1.6 turbo benzinda, oq svetda, tomlari qora qilingan. Hop, diska balonlar joyida. Hop, slipoy zona, бесключевой доступ. Aytganimdek, yili 2019, плавающее сиденье, slipoy zona, cruise control, 164 ming, monitor, обдув, обогрев, dry mode, bespроводная зарядка, plus do'stlar, high pace, hamma narsasi bor do'stlar. Lukdan tashqari mashinamiz tiniq holatda turibdi, hech qanaqa aybi yo'q. Motor, korobka, ходовой, konditsionerlari ham zo'r ishlab turibdi. Orqalari ham toza pokiza. Bunaqa urinib ketmagan. Kelib bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Diskalari ham yaxshi holatda, balonlari hali 80%. Koreyaning ichida ham, eksportga ham farqi yo'q do'stlar. 1.6 turbo izlab yurgan, Kona izlab yurgan do'stingizga sразу jo'natib qo'ying. Arzon narxda. Zo'r varianti. Juda ham chiroyli mashina. Ixchamgina va benzinda unaqa ko'p yemaydi. Buni minib ko'rganlar biladi mazasini. Tiniq holatda kelib bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Opsiyada nomerlar qoldiramiz. Narxini atiga 10 million won, ozgina kam bor kelishtirib beramiz. Eksport Koreyanicha farqi yo'q. Kelib tekshirib olasizlar. Manzil Teguda. O'zimiz bozorda turibdi mashinamiz. Kelaverasizlar bemalol aloqadamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.